xurmo daraxt qanaqa ekilinadi desanglar, mana ajva xurmo daraxti bundan bolalagan, mana shu bolasi olib, mana shu ko'chat alohida ajva, mana ajva bu hosil bergan. Mana tepadagilar mana hosil bergani. Shu onasi mana bolalagan. Shuni olib, xurmo ekilinadi. Ekilish jarayoni xuddi shunaqa bo'ladi. Bu xurmo daraxtini kattaligini qaranglar. Bu taqriban bir 8 yil, 9 yil shu atrofidagi xurmo daraxti hosilga kirgan. Mana ko'ryapsizlar, hosil inshaalloh avgustlarda pishadi. Bu hosillar eng kamida 20 kilodan ketdi. Kattalashgan sari hosil ko'payib boraveradi. 50 kilogacha beradi. Kattalashi yana ko'payadi. Mana ko'rinishi shu holatlarga keladi. Madina shahridamiz, Uhud tog'ining yonlaridamiz. Yaxshi niyatlar qiling. Alloh taolo sizga ham nasib qilsin. Bu ajva daraxti vaqf qilinyapti. Bu ajva daraxti aka-ukalarga, ota-onalarga, o'tgan otalari, onalari nomlariga ham ekilinadi. Bu xurmo daraxti inson zoti borki, ekilaveradi. Bundan hosil bo'lgan, ehson qilingan savoblar o'sha yaqinligiga borib turadi. Xurmo daraxti, bu xurmo daraxti ayoli bo'ladi va ajva daraxti ekilinadi. Har doim tartib raqam qo'yiladi har biriga mana. Hozir ekilish jarayonida bunda hozir qanaqa ekilinadi, qanaqa hosil berishini hammasini gapirib, chiroyli holatda sizga video qilib beriladi. Mana biz Rasul akram sallallohu alayhi vasallam muborak shaharlari bo'lmuş Madina shahrida xurmo bog'larini birida bo'lib turibmiz. Alhamdulillah, mashallah, mana to'g'rimizda Uhud tog'ini ko'rinishi. Diyori Muhitbek qizi nomlariga ota-onalari va jigarlari tomonligidan mana shu ajva xurmo daraxti ekitirilyapti, vaqf qilinyapti. Alloh rozi bo'lsin. Qotgan ihsonligini Alloh dargohida qabul qilsin, o'z yaxshiliklari bilan siylasin. Amin ya Rob. Xurmo daraxti bu ajva bo'ladi. Xurmo daraxti o'zi insonga o'xshaydi. Ayoli bo'ladi, erkasi bo'ladi. O'zini vaqti bo'ladi, keyin bu changlatiladi deydi. Changlatilgandan keyin mana shunaqa mana hosillar beradi. Bu xurmodan olingan, bolalagandan keyin xurmodan olingan bu ajva daraxti. Har doim biza o'sha ayol ekinadi, erkasi ekilmaydi. Ayol ekilib, shu hosil beradigan ekilinadi. Ajva daraxti bo'ladi. Mana xurmoni ko'ryapsizlar, shunaqa himoya qilingan, shu o'rab chiqilingan. Ichida kesilgandan keyin o'rab, bu sababi nimaga? Quyoshdan urib qo'ymaslik uchun. Juda issiq bo'ladi. Bilasizlar, Madinada, Makkada issiq bo'ladi. Yozga kelgan sari shu urmaslik uchun shundan o'rab chiqilingan. Mana shu xurmolarni ko'ryapsizlar, shu hamma xurmolarni ekib chiqqanmiz. Sug'orilgandan keyin ko'ryapsizlar, mana o'tlar ham o'sib ketganda, hamma yondan. Bu yerda suvdan muammo bo'lmaydi, qurib qolmaydi. Hammasi nazoratda bo'ladi. Bu yerda bog'bonlar bor. Bog'bonlar har biriga qarab, e'tibor berib, mana sug'orib, inshaalloh hosil kirguncha, hosildan keyin har doim qaraladi. Bizga shunaqa murojaatlar bo'ladi. Xurmo ektirgan edik, biz aldanib qoldik deb. Inshaalloh bu joylarda aldanib qolmaysizlar. Har birini mana shunaqa tartib raqami bo'ladi. Biz umraga kelishganda ham olib kelib ko'rsatib ham berdik. Mana bu hozir 896-raqam. Ko'ryapsizlar, mana o'ralgandan keyin ichida yashil. Ko'ryapsizlarmi? Bu shu himoya qilib shu o'ralgan. 3-aprelda ekkanimiz 968-raqam. Mana shu bog' ko'ryapsizlar, mana bog'. Hammasi ekib chiqilingan. Mana bu endi bu yangi bog'lar bilan sekin ketyapti. To'g'rimizda Uhud tog'i. Mana shu bog'lar. Hammasi ekilgan. Bunisi 793-raqam. Hozir naridan ham ko'ramiz. Mana hozir bilan ham ko'ramiz, mana raqamini ko'ramiz. 879-raqam. Hammasi raqamlashtirilgan. Mana har ko'ryapsizlar. Hammasi ekilinadi mana. Hammasi nazoratda turadi inshaalloh. Mana ko'ryapsizlar. Mashinani o'rib, mana hammasini o'rib tozalab ketadi mashinalar. Va mana bu 354-raqam. Ko'ryapsiz, shu tegir baqvatlashgan, shu kattalashyapti. Mana ichidan yangi novdalar ham o'sib chiqqan mana. Mana maxsus bog'bonlar bor. Bu yerda mana shu yerdan o'rib, mashinalar bor. Mana mashinaga ortib, tozalab ochib ketishadi. Mana bu boshroqda ekkanlarimiz, mana 354-raqam va mana ichidan ko'ryapsizlar, ko'karib chiqyapti. Ko'ryapsizlar, maxsus bog'bonlar bor. Mana shu bedi ekilinadi. Bu quyoshdan himoya qilishlik uchun. Mana katta bo'lganda sirazi kesib olinadi. Mana raqamini ko'ringlar, mana raqami bu 346-raqam ekan. Mana ko'ryapsizlar, himoyalangan va ichida mana yangi novdalar o'sib, sekin kattalashyapti. Bunga taxminan bir 5 oy, 6 oy bo'ldi buni ekkanimizga. Shu yoshlikdan shunaqa bo'lardi. Kim eslaydi? Hozir mana butlar tozalandi.
tozalangandan keyin bu raqam mana qaranglar. 104. Bu raqam taxminan bir sentyabrlarda ekilgan xurmoyimiz bu. Ko'ryapsizlar holati go'zal holatlarda. Mana yerlar ham nam. Inshaalloh duo qilib turinglar, hammani xurmosi katta bo'lib, ser hosil bo'lishini nasib qilsin Alloh taolo. Maxsus bog'bonlar bor, yana aytaman, bog'bonlar qarab, o'tlarini tozalab, sug'orib, hammasiga qarab turadi. Mashaalloh, mana qaranglar, juda ham go'zal holatlarda katta bo'lyapti. Bu 66-raqam, shu boshda ekanlarimiz, mashaalloh, holati juda ham go'zal. Mana sug'orish jarayonlari mana har biriga alohida sug'oriladi mana. Ko'rasizlar, mashaalloh. Ketdi. Xurmo insonga o'xshaydi. Mana qaranglar. Bu ajva, hozir mana ekish jarayonidamiz, ajva. Bu changlatilingan ekan, mana shu yerda changlatilingan deyapti. Hop, bu ko'rib turganinglar xurmoni changi. Bu changini xurmo meva bergandan keyin bu changi erkak xurmoda bo'ladi va bu changi olib ayol xurmoni changlatiladi va ayol xurmoni changlatgandan keyin mevalari katta bo'lib hosil berishi juda yaxshi bo'ladi. Mana ekkan xurmolarimiz mana bu 499-raqamligi holati mana yaxshi, ichidan mana ko'karib chiqib kelyapti. Ustilari quriydi, ichidan yangi novda o'sib chiqadi. Mana bu xurmo ham bolalagan ekan. Mashaalloh. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Madina shahrida shunaqa xurmozorlarda xurmo ektirishlik sizlarga ham nasib qilsin ilohim.